Endi Leapmotor Tashkent profili orqali bizning avtosalonimizga tashrif buyursanglar, barcha Leapmotor modellari uchun bepul ruskatsiya xizmatini taqdim etamiz. Agarda sizlar ham ruskatsiya qildirmoqchi bo'lsanglar, ushbu ko'rsatilgan Telegram kanaliga o'tinglar. O'tki avtosalonimizning lokatsiyasini tashab qo'yganmiz. Ushbu lokatsiyaga kelib bemalol ruskatsiya qildirsangiz bo'ladi. Ushbu videoni do'stlaringizga jo'nating, ular ham bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasin. Yo'q, hozir akasi qildiryapsizmi? Yo'q, bulardan kelma. Bulardan kelmayapti. Assalomu alaykum. Qormaylar, yaxshimisizlar? Ana keldik, berishyapti. Tekinga qilib berishyapti. Rahmat, baraka topsin. Hammasi yaxshi. Kesinglar bo'ladi, ishoning. Mashinalarda muammo yo'qmi aka? Mashina qalay ekan o'zi? Dahshat aka. Rivojidan yaxshi asossiz. Mana shuncha odam kelgan. Stolinglar mana tekinga ruskatsiya qilib berishyapti hammaga, Leapmotor oilasiga. Aka sizlarniki ham bo'ldimi? Bo'ldi, Zo'rmi aka? Bo'ldi. Bu xizmatimiz uchun faqatgina sizlardan bitta narsa so'rab qolamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashinglarni va o'zingizlarning istoriyalarga tayyor ruskatsiya qilingan holini bizani Leapmotor Tashkent profilini atmetka qilib qo'yib bersanglar bo'ldi. Sizlardan faqatgina shu narsani so'rab qolgan bo'lardik.